Nega mana bunday oltin to'pdan hattoki menda boru futbol qirollari bo'lmuş Pele va Maradonada yo'q? Sababini bilasizmi? Bilmasangiz menga obuna bo'ling, men esa sizga hozir aytib beraman. 1956-yildan beri topshirib kelinadigan oltin to'p 1995-yilga qadar faqat Yevropada o'ynagan yevropalik futbolchilarga topshirilgan. Shuning uchun ham futbol qirollari bo'lmuş Pele va Maradona mana bunday nufuzli sovrin bilan taqdirlanmagan. Qo'shimchasiga ushbu qoidalar sabab 1950-1959-yillarda aslida argentinalik bo'lgan Alfredo Di Stefano tomonidan qo'lga kiritilgan ikkita oltin to'p ham Argentina nomiga emas, balki Ispaniya nomiga yozilgan. Sababi 1956-yilda Di Stefano o'z terma jamoasini Argentinadan Ispaniyaga o'zgartirganidan so'ng bu oltin to'plarga ega chiqqan. 1995-yildan boshlab esa Yevropada o'ynaydigan har qanday futbolchi bu oltin to'pni qo'lga kiritishi mumkinligi ma'lum qilingan. Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, tirsillatib like ni bosib qo'ying va futbolga qiziqadigan do'stlarga videoni jo'natish esdan chiqmasin. Sababi siz bu harakatingiz orqali videoni ko'proq inson ko'rishiga sababchi bo'lasiz.